Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan yana Naruto GG do'stlar. Bugun men turli xil Minecraft serverlarida Bedwars o'ynab, eng yomonidan eng yaxshisigacha baholab chiqaman. Do'stlar, unday bo'lsa videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va do'stlar, agar sizlar Agar do'stlar siz bizning Discord chatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu videoda nima qilingan bo'lsa, o'sha ishlarni bajarsangiz bo'ldi. Shu bilan biz Discord komandamizga qo'shildinglar. Hamda Telegram kanalimga qo'shilib qo'yiladi. Har bitta videoni o'ynagan tekstura pak, resurs paklarimni o'sha Telegram kanalimga tashlab boraman. Unday bo'lsa biz videoni boshladik. Unda bizda birinchi server bu Hypixel serveri. Do'stlar, olmadik. Pixelni ko'rganinglar 193.000. Ya'ni bizada serverimiz Sen içeri patlayamazsınız. Biz yerinde bu arada tarafımızdan verip zaten ben dedim bu yani bu baranın bir bolla namaz demek kılın yok. Lekin do'stlar, endi yutqazamiz do'stlar. Bu bolaga yutqazib qo'yishim aniq. Hop do'stlar, bizda endi keyingi server bu hypemc.pro. Do'stlar, bu serverda yolg'iz o'zim emasman. Bu serverda do'stim bilan birgalikda o'ynaymiz. Salomlashib qo'ying. Hayyo Ahmet selam do'stlar, sizlar bilan men Xoljon. Bugungi videomizda ishlaylardik. Biz Minecraft'dagi har xil Bedwars server Shunday. emotsiya bilan bering. Asob bilyapti. Uni ko'rdi, necha marta video qildik. Xo'sh, biza Naruto nima qilgan ya men shunchalar o'tmanman. Shunchalik darajada o'tman ekan. Ana biz arkadaşlar ketdi. Naruto nima sizga düştü? Yo
menda mod yo'q. Sizda eski ishda. Qo'l anaqa qo'l. Anaqa yo ishda serious gapirdim. Qo'l chiqib. Ikkita olmos bor ekan. Ikkita diamond. Minecraft mas просто Minecraft. Nima deb aytishadi? Menga help kerak bo'ladi. Bitta kumushbek degan Chris ekan. Yordam berasizmi? Yettam. Qirq bola ekan shu. Bize şartları yapıştırdık. Yusuf yoldan şu şartımız. Başka yerden yok. O can kaldı. Vay bu balanı. Jordan sen kimiydi? Ne oldu? Buglarını alacaktım ben. Ben farklı açayım. Biraz ne yaptın? Bir adam şu sarılar bize iki tane olsun bize gibi başladı. Hani Haydi. Karar dur. Benim için var. hani bu Tekok minus. Oy do'stlar. Bana güzel bir kokla. Pow! Minus. Mana u golemchani o'ldirsa bu. Golemlarni qo'yamiz. Golem o'ldiraman. Narto. Oh. Anaqada o'ynaysiz siz nima desa bo'ladi? Notebook. Computer. Yaxshi. Ye. Shu. O'ldira olasizmi? Isqov. O'ynayok. Right. Jordan, like it, big man. Oh. Bitti düşman kaldı. Güzel olur. Geldim.
Uy, Discord'dan mı yani? Bot ekanmi deyman dey. O, Nihalkil o'zing qili. Naruto anaqa Qani Hypixel bilan anaqa nima farqi bor deb o'ylaysiz qolgan seriallarda? Hypixel bo'lsa endi eng ko'p odami bor, ya'ni bezbardast bo'ladi. Hypixelda har xil rangdagi komandalarda kravatda o'sha rang bilan bir xil bo'ladi. Siz men uradi. Yo'q. Ha, siz o'raysiz. To'g'ri. Yo'q. Qotdi menda ping bor. Ping ko'tarib ketdingizlar. 200. Menda ko'tarilgan yo'q, просто qotib qoldim. Endi chiqarib yubordi. Rejoin bor. Rejoin degan narsa bormikan? Xo'p, siz o'yindan chiqib ketdilar. Ha, bor ekan. Ping ko'ryapsizlar. Bu bola ekanmanda ping katta bola yemadi. Xo'p, biz o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni olamiz. Shu bilan pulimizni Qizillar bizga qarang. Ketdi. Boqmisiz? Ketdi, qarang. Sari qoraylar bizada. Bu yerda qora keldi. İki tarafdan şimdiler. Qora minus. Qizillar minus. Ya bu narsa o'xshamaydi bu serialda, o'xshamaydi. Nima narsa o'xshamaydi? Nima desa bo'ladi? O kelyapti. Keldi. Bu shunchaki yonimda karavot tuzyaptimi? Yana keladimi? Nima urinmayapti bu? Manda ping bor, bilasan. Menda yo'q. Bu server manda lekin o'zimniki yaxshi. Karavot do'stlar, bu server anchalar ko'ryapsizlar mana anchalar bu yerda Discord biza gaplashmoq biza xo'p bilan lag bo'lgani uchun biz unga ancha baho beramiz. Chunki sizlar to'xtang, to'yibdi qilib yuboramiz. O'ynab oldingizmi? Mana. Qoldim. Go. Bizlar bu server lag lag server. Biz bu serverga oxirida baho beramiz. Yeram. Yo'q, qo'shaman. Xo'p. Shunga o'xshash narsalarda. Birinchi qilmaysiz. Mana kartalar ham o'qimayaptimi? Karta. Qochib kiring. Narsa otdi menga. O'ldim men. Qalay bu server? Olg'a. Motor. Nima dedingiz? Motor. Do'stlar, ko'ryapsiz, lag bo'lyapti bu server. Bu serverda o'ynab bo'lmayapti. O'ynamaydi. Bizlar bu serverga qancha paslar qo'yadigan bo'ldik. Jon. Qalbinjon. O'lib ketdingiz. İki tarafdan. Do'stlar, mana qanday qilib qo'ydi. Bizlar yaxshiroqmi deyman, bu serverga kirishimiz bilan 100 ping ochib berdi. 96.
Takmanda 100 ping ochiladi. Biz so'z ovozlarini chiqmaymiz. Siz oraya kreatorga o'ynayam men uradim. O'ramasdan ketavermayman, sen o'ragisi kelmayotgan bo'lsa. To'qishda. Tinti. Uchmoqchi bittasi. Bo'xtayib shu gapiga. Sindiring, yo, qarayapti. Sindirdim-ku. GG. Kil Halla boramiz. chapdingiz. Kil chapdingiz-a. Kil chap mana. Uf, yana qonuniy yigitlar. Blok oling, Alo. ko'proq blok oling, hop. Eshityapman. Hatta o'yinim teng bo'lgan. ABCD. O'zim qotib kelyapti. 861 ping. Bo'ldi shaka. 861 ping. Allah olsun. 101 ping. Apple'ga e'tibor bermaydi endi. To'g'ri. Qancha? Serverda prokachkalar qimmat ekan. Men qaravat o'rayman. O'rab qo'ydi? Mana shu o'rayman. O'rab qo'ydimi? Qarata. Buniki hozir borib yirtgan o'sha yetib tashlaydi-ku. Qiragan narsangizni. Endi bosyapmanmi to'ppoy. Nartos qana klient o'ynaysiz? Yo'q, men Badlion klient o'ynayman do'stlar. Qayerda o'ynaysiz? Badlionni o'ynayman. Bu yoqda o'qlar kelyapti. O'rtaga shu yoqda ba'zidan yo'l qilib olsa ham nima qiladi? O'qlar kelyapti. O'qlari hozir o'q qo'yaman. Ha? Tezlik galaksiya tez bo'lib ketdi. Kelyapti, Saskijon. Qirmizjon, oqishlarni yaramanmi? Teleport bo'lyapmanmi? Yaxshi. Yana bittasi bor. O'sha yoqda qarang. O bu yoqda yo'q. Lolajon. Naryadagi ba'zi. Ha, bo'ldi, qayerda ko'rdim. Lolajonda. Qiynoqli darajada o'ldiraman. Minus qo'yadi. Ko'p o'qib tashladi. Men bundan ham kombo o'qib ketdim. Aytib nimaga qo'yapti? Bitta joyga borsa, u joy resurslar oladigan, yig'adigan joyga borsam qo'yapti. Ha, bittasini olib ketdi. Bizda yo'q, tanta bilan boramiz. Yo'q, borib biza Asmir qilib beraman videodan keyin. Asmir, do'stlar, bu videodan keyin ketib qolmaylar. Ko'rib. Qaray. Men karavotni portlatib yoqib qo'ygunimcha bu yoqda kelib yoqib ketishdi. Afsus. Lekin bizlar xafa bo'lmaymiz bu yoqda. Xo'p, lekin videoga tushdi. Pingimi ko'rmadingizlar? U odam teleport bo'ldi. O'sam yurtardim. Men bot-ku bu. Bot-ku to'g'rimi? Do'stlar, bu bot tushib ketgan joyini qo'ydi. Ammo buni qori chirar bo'lsam yo'ldirardim.
Easy. Faqat final killlar qolibdi. Final kill bittasi qochyapti. Karavotga qarang, final kill. Final kill. To'ppoy Final ekan kill bu. bo'lib ketdi. Tushib ketdi. Parashutga tushib ketdi. Endi bitta ko'klar qoldi. Ko'klar bitta topamiz. Ping aytib qo'yib. Ay menda ping короче. Bunda rejoin degan narsani yozsa kerak. Mana bu yoqda bittasi mana oxirgi kill va nihoyat bizlar do'stlar do'stlar bizda keng server Mainstack server do'stlar. Mainstack serverida men top 6da karavot buzganlar top 6da 1520 ta karavot buzilman. Top yutganlar orasida 7-o'rinda 1005 marta yutgan ekanman. Do'stlar top final killlarda esa 1403 ta kill qilgan ekanman. Agar do'stlar har kuni stream qilishimizni xohlasanglar videoga like bosib kommentariyaga o'zinglar fikringlar yozib qoldiringlar. Undan keyin stream qilishga harakat qilaman va Mainstack serverda ya'ni top 1ga chiqishga harakat qilamiz. Hop, biz endi kirguncha kutib turamiz. Xo'p, endi nimadan kirdiz? Do'stlar mana biza xo'p kirdi. Do'stlar bu serverda odam kam bo'lgani uchun biz xo'p bilan birga bir battle bo'ladi. Mana bo'lsam solo kiramiz. Istagan odam qo'shildi. Bu o'yinchi bilan xo'p yengib bo'lgach keyin o'ynaveramiz. Hop YouTube kanalim obuna qilasizmi bolalar? Yo'q. Joy kesib tashlayman. Xo'p. Biz endi resurslarni olamiz. Agar Telebridge chiqsa ban beramiz, ban bermayman. Ban beraveradi. Bridge O'tgan qilsangiz, safar akkauntimda bridge qilsangiz. O'tgan safar bitta akkaunt bor edi, bir yilcha qoldi. Shuni o'zimcha tez Telebridge qildim, ban berdim. Do'stlar, qara xo'p, yo'q ketyapti. Da, siz yo'qda asos. Hozir meni yo'q qilmoqchiman, xo'p. Shopdan nima kelasiz? Aha, nima kelmayman so'ra. Hozir endi bu final kill qilsak, keyin kullanib bitta odam qoladi. O'sha bilan birga bir bo'ladi. O'zini yog'och qilishda-ku. Do'stlar, bu bola ham ancha kuchli o'ynaydimi deyman. Qaysi? Men Lunardan kirmadim-da, o'sam yirtardim. Baqirmang. Qulog'i teshaveradi. Bag bo'ldi. Lekin ping 98 esa bu endi Mainstack O'zbekiston joylashgani uchun serveri. Endi bunisida tutardim. Kamu botsiz.
Do'stlar, mana ko'rdinglarmi hozir? Kulib ko'rdinglarmi? Ajoyib kulish bo'ldi. Mana do'stlar, bu bolani bo'ldi. Endi men u bolaga mana maqtanib qo'yaman. YouTube kanali obuna bo'ling. Bizlar ham kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlar uchun videoni hop. Bu bolani do'stlar tutishga harakat qilib ko'raman. Bu bola bor kuchimdan o'ynaydi endi. Men endi do'stlar botlikqa tushib ketdim. Endi u do'stlar realniy meni shunaqa narsa. Voy do'stlar, men MyStack serverida yutqazib qo'ydim. Do'stlar, men bu bola bilan qaytadan yana o'ynab ko'rishga ahd qildim va bu ikkinchi o'yin. Do'stlar, MyStack'da ko'pchilik meni bilsa kerak. Jump qilib dushmanimni kalamasiga tezlik bilan uchib borishimni. Uchib bormayman-u, chiqmasman-u. Nima qancha to'xtab turinglar. Xo'p. 1 2 3 yo'q, men yetib borolmadim. Yetib borolmadim do'stlar. 5 ta 6 ta blok farq qildi. Olmalardan yo'q, u bola ham tushib ketdi. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Men bu bolani yuta olamanmi? Comeback bo'ladimi? Ishonasizmi menga? Like bosganlar uchun nima qilamiz? Like bosganlar bo'lsa yutamizmi? Yo, video olyapti. Do'stlar, biz boladan alamni oldik. GG do'stlar. Xo'p do'stlar, bizda endi keyingi server bu agera.club. Do'stlar, bu serverga men o'zim yolg'iz kirdim. Xo'p do'stlar, nima ishlarda chiqib qolganligi sabab o'zim solo kirishga majburman. Ha do'stlar, bu serverda asosan ko'pchilik duo o'ynashar ekan, shuning uchun men duoga kirdim. Pingisi 99. Keyin do'stlar, men har bitta videodagi tekstura paklarimni Telegram kanalimga tashlab boraman. Telegram kanalimni linki esa YouTube kanalim biosida bo'ladi do'stlar. Kirib bemalol o'tib yuklab olsanglar bo'ladi. Xo'p, bunday bo'lsa bizga kerak narsalar olamiz. Almaslari olsa biza birinchi tushirib ketishing balo bormidi? Vargosh.
Endi sakraydi. Karavot yo'q ekan-ku. Karavot buzilgan ekan. Aytmaysanmi? Yoki men she'rim chekkarmikan? Hozir. Tushib o'tirmaymiz-da. Yani tepadan sakrab tushib, odam asabiy deyishib boshlaydi. Bo'ldi. Nihoyat asabbuzar yo'q qildik. Endi biz bu bilan ham qilib finalga qolishimiz ё-моё! Ты изморт. Zo'rdan ham ta'sir qilarkan bu server. Bitta shu tarafi yomon ekan-da. O'zbekiston ko'rganinglardek men qayoqqa otgandim, qayoqqa ta'sir qildi. Lekin haliyam o'yinga qo'shishlar yo'q. Yo'q, endi sezilyapti. Hop, endi do'stlar, biz endi hozirgi o'ynagan serverlarimizni birin-ketin baholaymiz. Unday bo'lsa, go! Hop do'stlar, endi biz Hypixel serverini baholashni boshlasak, Hypixel serverini men o'zim uchun eng baland, ya'ni S rank deb hisoblasam bo'ladi. Hypixel serveri eng yaxshi bo'lgani uchun men uni qizilga qo'ydim do'stlar. Uni men baholamasam-da, uni ko'rdinglar, 39 mingdan ziyod o'yinchisiga ega edi. Shuning uchun biz Hypixelga S rank berdik. Xo'p, endi bizda keyingi server esa bu HyperMC serveri. HyperMC serveri ham men uchun yoqdi. Unda pinglar bo'lmadi. Videoda ko'rganingizdek biz serverda duo yutdik. Onlayn o'yinchilari 2000 dan ziyod. Men buni S rankka qo'ysammikan? Qo'yaman. Xo'p. Mayli do'stlar, HyperMC'ni ham S rankka qo'yamiz. Xo'p, endi bizda keyingi server bu Pika Network serveri. Pika Network ko'rdinglar, menda ping yaxshi bo'lgani bilan internetim yaxshi bo'lgani bilan ping judayam qattiq bizda do'stlar. Pika Network'ga faqat onlayn o'yinchilar uchun uni biz D rank deb hisoblaymiz. Men bu Pika Network'ga D rank deb hisoblayman. Xo'p, bizda endi keyingi server bu Minestack serveri. Minestack serveri do'stlar, bilsanglar kerak, bu O'zbekistondagi eng birinchi o'zbeklar serveri bo'lib,
Men buni do'stlar A rank deb hisoblayman. Xo'p, bizda endi umuman keyingi server bu Main Bliss serveri. Main Bliss serverini do'stlar ping bo'ldi, u ham qotdi, lekin do'stlar undagi onlayn o'yinchilari tufayli biz uni B rank deb hisoblaymiz. Endi bizda so'nggi server bu Agera server. Do'stlar bu serverda bir ikkita ozgina laglar bo'ldi. Xo'p, biz bu Agera serverini A rank deb hisoblaymiz. Xo'p do'stlar, agar sizlarga meni shu tarzda ranklab chiqqanim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga layk bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar o'zingiz serverlarga qanday rank berishingiz mumkinligini kommentariyada yozib qoldiring. Men bularni hammasini albatta o'qib chiqaman. Unday bo'lsa, videoni ko'rganingiz uchun hammangizga rahmat. Sizlar bilan Naruto UzBG bo'ldi do'stlar. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.